Assalomu alaykum, Bag'at Avtolider kanalına obunachilar. Bu 27 fevral 2026 yıl navbatdagi savdomiz. 2020 yılda ishlab chiqarilgan mexanik korobka Cobalt avtomobilimiz bo'ldi. Mashinamizni o'zimizni mahalladan kelgan Alisherga satdik. O'zi video ochishni xohlamadi. Shuning uchun balasi Boburshah tushib bersak. Boburshah ina keladi. Tabrikimiz yaxshi kunlar to'ylaymiz. Mashinamizning narxi 108 million bo'ldi. Naqd pul berdik. Boburshah, mashina ichik ajoyibmi? Ko'ngildaydingmi? Ha. Yoqdimi xudo xolasa? Ha. Yurtdoshlarga satgan mashinamiz aytib o'tganimizdek 2020 yilda ishlab chiqarilgan. 4 tane yumshoq balon qo'yilgan yaxshisidan. Boshqatda ajoyib. Chexol poyiklar ham döşelgan. Alloh akkuratli. Mashinamiz kraskasi bir o'ng yon krenida bor. Daldan keyin boshqalar rodnoyada o'zlari ham strategiya keltirib oldilar. Mashinamiz yurgan kilometri Hala. 56.587 kilometr edi. Mashin benzindadir. Kime shunday sifatli arzon mashinalar kerak bo'lsa, Bag'at tuman Gayin ro'parasida Bag'at Avtolider saloniga kelaverasizlar. Xohlasangiz bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Bizda naqd pul, avtokredit, barter xizmatlari bor. Ekranda telefon nomeri bo'ladi, bemalol bog'lanasizlar. O'zingizdan sotiladigan mashina bo'lsa, aytgasangizda kelishsak naqd pul olamiz. Kelishmasak sotib berish xizmatlarimiz ham bor. Hammangiz saloningizda kutib qolamiz.